Menga qara. Qanday? Agar 24 soat ichida pullar qilib bermasang, o'lasan, tushundingmi? Hay eshaklar. Ey ayam. Kimga o'xshadilaring, sanlar? Tur, sen nima qilyapsan? Bor boshqa joyda o'yna. Sanlar, ertadan boshlab meni ishxonamda ishlaysan. Tushundingmi? Ha? Tushundingmi? Dadang zajigalkasini nima olasan? Tur oldimga tush. Mana o't. Oldimga tush. O'tay, o'git. Shu bilan boshingga yo'raman, onangga bolalar. Ado qildilaring, tamom qildilaring. Menga qara. Murabbo. Agar 5 minutda kashang yemasang, o'lasan ochdan. Sizlarga ham bitta aytaymi, yaxshi tushundilaringmi? Menga qara, bolalarni ajratmaysan, urishyapti-yu. Ayam gapini eshitmang, ishkallarga aralashgan ko'rsa tering shilaman dedi. Agar ko'pchilik bo'lib ketib qolsa ham bor, bitta o'zlaring kelsanlarmi, muomala bilan chiqib ketlaring. Hamma yurak hal qiladi, ko'pchilik emas. Glavniysi seriozniy bo'llaring. Bolajonlar, kimda dadasini puli ko'p bala? Mana. Seni dadang nima ish qiladi? Biznesmen. Uylaring qayerda? Toshkent City. Uylaringda qachon odam bo'lmaykan, Yakshanba kuni tog'ga ketamiz. Yakshanba kuni tushamiz. Seni dadang nima ish qiladi? Mana adam tergovchi. Ikkalingni ham gapingni eshitdim. Ikkalingni ham qamataman. Bog'chada yurib borku o'zimiz temalar qolib ketyapti. Iltimos o'tib keting. Bor, uxla joyingga. Agar 200 million topib bermasak, boshimiz bilan javob beramiz. Tushunyapsanmi?